Foziljon Haydarovich, ayrim shaxslar tomonidan soxta cheklar orqali keshbek olish holatlari uchrayotgani kuzatilmoqda. Sizningcha, bunday holatlar keshbek tizimining asl maqsadiga, fuqarolarning huquqiy madaniyatiga va davlatga bo'lgan ishonchiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Albatta, juda ham bu salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuni aytishimiz kerak. Bu usullarni mana o'ylab topayotgan odamlarga bir tomondan qo'sh tirnoq ichida qoyil qolish kerak. Chunki hamma narsa raqamlashtirildi, ilovada, mobil ilovada berildi, faqatgina nimada bo'ladigan bo'lsa o'shanda olinishi kerak. Lekin shu haligi mukammal deb hisoblagan bizning tizimimizni ham aldab o'tadigan insonlar paydo bo'lyapti. Demak, ular qaysidir ma'noda aqlliroq bo'lib chiqyapti-da. Shuning uchun buni albatta buni elektron masalan o'sha cheklar biladimi, shu birinchidan raqamli nazorat nimasi mexanizmlarini kuchaytirish kerak bo'ladi bu yerda. Sababi agar kuchaytirmagan bo'lmaydigan bo'lsa, bular shu jinoyatchi deb aytishimiz mumkin. Endi jinoyatchi deb aytishimiz uchun albatta sudda hukmi chiqqandan keyin jinoyatchi deb aytiladi, lekin mana jinoyat yo'liga kirib turib mana davlatni mablag'ini o'zlashtirish shu yo'lini topgan insonlarga biz tepada yurishimiz kerak. Men o'ylaymanki, huquqni muhofaza qiluvchi organlarimiz hamda soliq organlari ham agar shu mana jinoyatchilik yo'liga kirayotgan, shuni bizni aldashga, raqamli iqtisodiyot sharoitida aldash yo'lini topayotgan insonlar, agar bular hozirgi paytda bular bargda yuribdi-da, daraxtni bargida yuribdi. Biza bo'lsa uni orqasida shoxida yuribmiz. Endi shuni holatni nima qilishimiz kerakki, huquqni muhofaza organlarimiz, soliq organlari bargida yursin. Haligilar shoxida yurgan paytida, agar shoxida yuradigan bo'lsa, biz bargida yurgan paytimizda uni oldini olib qo'yamiz. Oldini olishning choralari nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda men o'ylaymanki, rivojlangan davlatlarni ijobiy tajribasini keng o'rganish kerak. O'rganish uchun bu sohada faqatgina soliqchilarni emas, soliqchilar bilan birgalikda mana shu dasturni yaratuvchilarni ham birgalikda xorijiy safarlarini tashkil qilish kerak, xizmat safarlari bo'lishi kerak. Ular o'rganib kelish kerak. Bu yerdan turib o'rganish o'z yo'liga, borib turib jonli muloqot qilib, borib o'rganib kelish o'z yo'liga. Men buni o'zimning hayotimda juda ham ko'p haligi nimasini ko'rdim. Hozir internetdan, sun'iy intellekt orqali, ChatGPT orqali, boshqa orqali juda ham ko'p ma'lumot olishing mumkin, hammasini shu yerdan qilib qo'ya qolgan deydi. Lekin borib turib shuni o'sha yerdagi soliq organini tajribasini, shu ishlayotgan odamni o'zini og'zidan eshitib, buni ko'zing bilan ko'rib turib, uni haligi joriy qiladigan bo'lsang, ko'proq samara beradi. O'shandagi. Endi mana bu jinoyat jazosiz qolmaslik kerak. Jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlanishi kerak, o'sha narsani. O'shani ta'minlab qo'yganimizda bu narsa holatlarni, haligi salbiy holatlar kamayishi mumkin bo'ladi. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, mana shunday jinoyatchilarni yuzini ochiq oydin nimaga ommaviy axborot vositalari orqali ularni keng jamoatchilikka yetkazish kerak. Mana uddaburonlar chiqib qolgan ekan qo'shtirnoq ichidagi. Bular masalan nimada qilgan jinoyatini jinoyat deb tan olmayotgan holatlarda ham mana isbotlab berdik. Mana shu orqali mana shuncha masalan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilindi. Mana o'tyapti. Endi keyin o'zi tavba tazorat qilgan bo'lsa, o'shanisini ham ko'rsatib turib, bu yo'lga kirganligini yusuli boshqasi. Mana shuning uchun men o'ylayman, mana shu holatlarda yuqoridagi mana 3 ta aytilgan mana takliflar inobatga olingan holda shu yo'nalishda ishlarni biz jadal ravishda, tizimli ravishda amalga oshiradigan bo'lsak, bunday holatlarni oldini olish imkoniyatimiz yetarli.